Husnbuzar akneda erkaklarda ham gormonal fonni tekshirish kerakmi, yo'qmi? Ko'pchilik shu savolni beradi. Ayollarda, qizlarda, ayrimlarda tekshirish nazarchiga beramiz. Lekin erkaklarda har doim ham gormonal fon tekshiruvi kerak bo'lmaydi. Kimlar uchun kerak? Birinchisi, agar bemorda ortiqcha vazn bor, semizlik belgilari bor va yuzida orqalarida ko'plab husnbuzar toshmalari chiqyapti, o'rta og'ir yoki og'ir darajada. Bunaqa holatda insulin va insulin rezistentlikka tekshirishimiz mumkin va prolaktinga tekshirishimiz mumkin. Ikkinchi holat, agar bemorimiz sport ozuqalarini qabul qilyapti, turli xil steroid ukollarini qabul qilgan, mana bunaqa holatda gormonal foni o'zgarib ketadi. Unaqa holatlarda ham gormonal fonini tekshirishimiz talab etiladi. Qolgan holatlarda odatda erkaklarda gormonal fon tekshirilmaydi. Mana bugun bitta bemorimizni ko'rib chiqamiz. Ortiqcha vazn bilan bor, husnbuzar toshmalari ko'p. Bemorimizda ortiqcha vazn bor, husnbuzar ko'plab toshmalar toshyapti. 2008-yil o'g'il bola. Ko'rsak, mana insulinimiz normada 24 gacha bo'ladi. O'zi 9 dan past yurish kerak deb aytamiz. Bularda 30 ga yaqin chiqyapti. Prolaktin erkaklarda 14,5 gacha. Bularda 21,1 chiqyapti. Hop, nom indeksini hisoblaydigan bo'lsak, sahar bilan insulin nisbati 4 dan baland chiqyapti. Bu insulin rezistentlik borligini va erta sahar boshlanishi oldi bo'lishi mumkinligini bildiradi. Davoda gormonal fon bilan yog' bezlari faoliyatini normallashtiruvchi davo qilinadi.